Hech qanaqa talab va shartlarsiz eng zo'r medovik retseptim sizga hadya qilmoqchiman. Zakazga qiladiganlar ham aynan shu retseptdan foydalansanglar bo'ladi. Yumshoqqina, momiqqina bo'ladi. Qozonchaga sariyog' va asal solamiz. Aynan sizga Samarafut asallarini tavsiya qilaman. Halol, sifatli hamda hamyonbop. Bilasizlar, faqat Samarafut asallardan foydalanaman, boshqasini umuman ishlatmayman. Sariyog' bilan asal erigandan keyin soda qo'shib, o'zimiz xohlagandek karamel rangiga keltirib olamiz. Sovugunigacha tuxum bilan shakarni aralashtirib qo'yamiz. Endi ikkala massani tez harakat bilan birlashtiramiz. Un qo'shib mikserda yoki qo'lda xamir qorib olasiz. Xamir shunaqa yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endi tayyor massaga ozgina un sepib, birozgina mushlab zuvalachalarga bo'lib olamiz. Har bitta zuvalachani o'rtacha 250 grammdan qilib 10 taga bo'lib olamiz. 26 yoki 27 diametrli qolipda pishirib olasiz. Siz xohlagan qolip razmerini to'rtburchak yoki dumaloq shaklda tushirib olasiz. Chetlarini esa maydalab, urvoq qilib tayyorlab qo'yasiz. Har bitta ko'rni duxovkada 3-4 minut ushlasangiz yetadi, bir pasda pishib chiqadi. Tvorojniy sir, quyultirilgan sut hamda qaymoq solib krem qilib olamiz. Endi tayyor kremni ko'jlarning soniga qarab bir xil bo'lib chiqamiz. Kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yasiz. Yoqqan bo'lsa albatta bitta yurakchani bosib qo'ying.